Keksiz bittada o'xshash uchun shu 3 ta fishkani bilib olishingiz kerak. Sutingiz iligan bo'lishi kerak, gaz pechi oldindan qizigan bo'lishi kerak. Uchinchisi, un me'yorida bo'lishi kerak. 4 dona tuxum bo'lsa, siz ham xuddi shunaqa keks qila olasiz. Tuxum yo'q bo'lsa, qo'shningizdan oling. 1 stakan shakar qo'shib, mikser qiling. Iliq sut va yog'ni qo'shib, sifatli yasmina unidan soling. Albatta, razxetel esingizdan chiqmasin. Qolipimizga sariyog' surib, massani soling. O'rtasidan chiziq tushirib oling va sariyog' bo'laklarini soling. Sariyog' bo'laklari keksimizni yorilib pishishiga yordam beradi. Shokoladli ganaj va yong'oq bilan yasang. Mani duo qilishni albatta unutmang. Yoqimli ishtaha.